Allohning mo'jizasi qaranglar. Birinchisini ochib chiqdi, 5 kun tagida olib yurdi. Cho'jalarini olib tagiga tuxum qo'yib qo'ydim. Mana xudo xolasa bir haftada yana ochib chiqadi. Barakasini bersin. Assalomu alaykum hurmatli Instagram, sizlarga uydan obzor bo'ladi. Dakan cho'jalar va boqilayotgan xo'rozlar haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Bitta like bosib qo'ying, boshladik. Mana 12-yanvarda chiqqan cho'jalarimiz, ular katta-katta bo'lib qoldi. Erta kunda tuxum kiradi. Toza, zotga zo'r bo'ladi. Umuman xo'roz bosmagan, makiyon kerak. Biz o'sha qo'shgan xo'rozimizni o'zi qilib olamiz deydiganlarga mo'shniy variant bo'ladi. Chunki ertangi kuzda tulakka qo'shib zakonni zotlarda olsa bo'ladi. O'rtoqlar, 5 kilodan og'ir ganal xo'rozimiz va Koreya makiyonimiz. Bular hozir bolada yurib turganligida. Joning sog' bo'lsin. Mana bu yapon tovug'imiz, xudo xolasa, mana ikkinchisini bosib yotibdi. Birinchisini o'zi ochib chiqdi, xudo xolasa. Mana o'rtoqlar, navbatdagi xo'rozimiz 5 kilo 100 mayski jo'ja va Koreya makiyonimiz o'rtoqlar. Bu tovug'imiz ochib chiqishiga taxminan 7 kun qoldi. Xudo xolasa ochib chiqsa, sizlarga yana bir obzor qilib ko'rsatamiz. Mana o'rtoqlar jo'jalarimiz. Bu yerda 2 partiya o'rtoqlar, martniki va aprelda jo'jalar o'rtoqlar. Nakauch xo'rozni bollari bor, kul xo'rozni bollari bor, hammasidan bor. Jami bo'lib 30 dan ziyod jo'jalar bor o'rtoqlar. Ularda eng kichigi 20 kunlik bo'ldi, eng kattasi 1 oylik bo'ldi hozir. 1 oylikdan o'tib qoldi. Ushbu videoni dakan ishqibozlarga yuborib qo'yasizlar va videoga bitta like bosib qo'yasizlar.